Jon aka iltimos. Yo'q Aka, menga rahmingiz kelmasa ham xalqqa rahmingiz kelsin. Nima qilish kerak? Kod borda aytib bering. Bugun Open budjetda oxirgi kuni 50 ming so'm qo'yilgan. 50 ming so'm bitta ovozga. Bugun Gentrem o'ynaladi. Gentrem yutib olinglar. Naryoqda 100 ming-ku. Mana aka. Hozir 100 ming so'm qildik. Endi ovoz berasizmi? Yo'q, baribir kam. Qanday ovozga qilsam? Mana. Kammi? Mana. Ha, nima unda? Bitta ovoz bering, men sizga 100 ming beraman. Open budjet keldi, Open budjet keldi. 100 ming so'mdan bo'ldi, 100 ming so'mdan bo'ldi. Bitta ovoz beringlar, Gentrem olinglar. Bitta ovoz beringlar, Gentrem olinglar. Iltimos. Taksi, Surxondaryogacha 5 ta ovoz, Qashqadaryogacha 4 ta ovoz, Samarqandgacha 3 ta ovoz bilan olib ketamiz. Pochtalarga bitta ovoz. Aka, bitta pochta bor edi. Bul, bitta ovozga olib tashlaymiz pochtadan. Men ovoz berib bo'lganman. Tur yo'qol berdan aka. Kim ketasi? Aka, Open budjetga ovoz bering. Bugun oxirgi kun. Har bitta ovozga 100 mingdan beryapmiz. Bugun Gentrem o'ynaladi. Qiynalib ketdik. Har bitta ovoz 100 mingdan. Ha, Open budjet boshlangandan beri nechta ovoz yig'dingiz? shu 5 mingtacha bor. 5 mingtasi 100 mingdan 500 million. Aka, buni hisoblab ko'rdim-da. 5 mingta ovoz 100 mingdan 500 million bo'lyapti. Haligi Gentrem bilan 650 million bo'lyapti. Shu pulga mahallanglar o'zingizlar asfalt qilsanglar bo'lmaydimi? Bilat, shuni o'ylab ko'rmabsiz-ku.